22 haftalik homiladorman. Jinsiy lablarimda varikozim bor, o'zim tug'a olaman. Demak, jinsiy lablarda varikozi bor ayollar menga juda ham ko'p murojaat qilishadi. Aynan tabiiy tug'ruqmi yoki kesarmi? Ichki yoki tashqi jinsiy lablarimizdagi varikozlarning 4 ta darajasi mavjud va ularning diametri, qayerda joylashishiga qarab hamda homiladorlik muddatiga qarab sizga tabiiy yoki kesarli deb aytiladi. Lekin bemalol ayta olamanki, agar sizda tashqi jinsiy lablarida varikoz tomirlar bo'lsa ham siz o'zingiz bemalol tug'ishingiz mumkin. Ko'pchilik so'rashadi, bachadonimda varikozim bor ekan, tashqi ichki jinsiy lablarimda varikozim bor ekan. Bola chiqayotgan paytda tashqi jinsiy lablardagi varikoz odatda xalaqit bermaydi va yorilmaydi ham. Bachadondagi varikoz ham yorilmaydi. Aynan qinda varikoz tomirlarining kengayishining 3-4 darajasi bunda butun qinda katta varikoz tomirlar xuddi uzum shingilidek chiqsagina bunaqa holatda kesarli amaliyoti tavsiya qilinadi. Qolgan vaziyatlarda esa albatta tabiiy tug'ruq ruxsat beriladi.